Koreyaning mashhur kosmetika sotadigan do'koniga, ya'ni Olivionga birgalikda sizlar bilan yo'l olamiz. Bu kosmetika magazinida judayam ko'p mahsulotlar bor. Men именно Viti Cosmetics'dan pidzinli quyosh kremini olish uchun bormoqchiman. Bu yo'lni sizlarga ko'rsataman. Ketdik. Olivion Koreyaning eng mashhur kosmetika do'koni. Bu yerda koreyslar eng ko'p ishlatadigan skincare, makiyaj, soch parvarishi va vitamin mahsulotlarini topish mumkin. Olivionda deyarli har hafta chegirmalar bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik aynan shu yerdan xarid qiladi. Men sotib olmoqchi bo'lgan quyosh kremi haqida biroz ma'lumot beraman. UVA va UVB nurlaridan yuqori darajada himoya qiladi. Pidrin esa terini tinchlantirish va tiklashga yordam beruvchi tarkibi bor. Afsuski, baxtga qarshi uje veterinarda tugabdi. Bu SPF Olivionda tez tuguvchi SPFlardan biri ekan. Stickli SPF kun davomida quyosh himoyasini yangilash uchun juda ham qulay, makiyaj ustidan ham ishlatish mumkin. Bu SPFlardan tashqari Viti Cosmetics'ning boshqa mahsulotlari ham mavjud. Viti Cosmetics'ni Oliviondan bemalol topishingiz mumkin. Thank you.